Obbo, bu mashina ham hech tuzalmas ekanda. Qanday tuzatsam ekan, tagidan yama qazib turib, tagiga tushib turib tuzataymi ekan? Yo, bu meni qo'limdan kelmaydi shekilli. Voy, Jetel, qayoqqa ketyapsan? Assalomu alaykum. Tarvuz bormi? Nima deganing bu? Haligi men qovun sotaman-da. Jinni bo'lib qolgan bu Jetel, xotin nima qilib o'tiribsan? Yaxshi o'tiribsanmi? Bolalar qalay? Duoxa, o'g'lim qalaysan? U qizim norimcha go'zal bo'lib ketyapsan kundan kunga sen. Johar aka, nima bo'ldi? Mashina tuzaldimi? Shu mashinani sotib o'rniga yangi mashina olsangiz bo'lmaydimi? Qiynalmaysiz. Yangi olsak qimmatga tushib ketamiz. O'shani tuzattirishim kerak, qanday qilib bo'lsa ham. Hozir to'xtab tur, men borib qishloqdan qanaqadir usta topaman-da, o'sha ustaga mashinamni tuzattiraman. Sen bolalarga qarab, indamasdan o'tir. Kelishimga ovqat tayyorlab qo'y. Bo'ptimi, men ketdim, qarochi. Mashinani tezroq tuzattirmas. U yangi mashina oling deydi. Yangi mashinani puli palon pul turadi. O'zi menda palon pul yo'q-da. O'zi bor yo'g'i bir $140 pulim bor ekan. 145. Endi 5 ni hisobga olmasa ham bo'laveradi. Usta qayerdan topsam ekan? Mana shu brat bilsa kerak usta qayerda borligini. Assalomu alaykum brat. Va alaykum assalom Johar, qalaysan? Yaxshimisan? Ishlar yaxshimi? Bo'lar, mana aytgancha daftaringiz menda qolib ketgan ekan. O'shan yana Olmasbekning nomini yozib ber. Olmasbek? Bor edi yana pochta kes olmaydi degan. O'shani yozib ber deyapman senga. Bo'ldi hozir, bratan, farqi yo'q, men yozib yuboraman. Mana ke daftaringiz aytgancha usta bilmaysizmi mashina tuzatishga? Yo'q, unaqa usta bilmayman men. Bo'pti, o'z bilasiz. Bilganingizda lekin rozi qilaman. Daftaringizni olib ketaman. Nimaga? Sizga kerak emas-ku baribir. Bo'pti, mayli. Tak, usta qayerdan topaman? Mana mashina yurmayapti ham bor-ku. Janob merdan so'raymikan yoki kompyuterchidan so'rasammikan? Kompyuterchi ham mashinani yaxshi bilsa kerak, chunki kompyuter ham mashinaga o'xshaydigan narsa, lekin tuzatib bo'lmaydigan narsa. Mayli, mashinamni shu yerda qoldiray. Agar haydab boradigan bo'lsam, yo'lda bombardimon bo'lib portlab ketmasin. Mana motorlar qizib ketgan. O kabellar uzilib yotibdi nimagadir. Ulab qo'yish kerak. Ulasam plyusni minusga ulab borsam, sochimni jingalak qilib qo'yadi. Jetel, menga qara, sen ana mashina tuzatadigan ustani bilmaysanmi? Olmasbekmiding sen? O'shaman. Mana senmiding yoki? Men ham Olmasbek. Nima, senlar hammang Olmasbekmi? Bizga yoshligimizdan Olmas deb chaqirishga Olmasbek bo'lib qolganmiz. Zo'r malades. Brat, menga qarang, sizga bitta savol bor-da, savolda iti bor. Qayerdadir mashina sotadigan usta bilmaysizmi? Mashina sotadigan? Tuzatadigan demoqchi edim, uzr. Politsiyadan so'rayman. Chunki politsiyachilar mashinalar bilan shug'ullanadi. Assalomu alaykum, brat. Va alaykum assalom. Yaxshimisan, Johar? Bo'ladi, rahmat, brat. Siz mashina tuzatishni bilmaysizmi? Jinnisan, men senga mana ustamanmi? Men politsiyachiman, tushunabsanmi? Tushunyapman. Menimcha mana shu postda turgan brat bilsa kerak. Chunki postdan kim o'tyapti, nimaga o'tyapti, nima qilish uchun o'tyapti, uni barchasini bu brat biladi. Usta o'tganda ham ko'rib qolgan bo'lishi mumkin. O'shaning uchun bratdan so'rab ko'raman. Agar aytadigan bo'lsa, pulim berib yuboraymikan yo bermayman. Assalomu alaykum, brat. Va alaykum assalom. Qalaysan, yaxshimisan? Yaxshi, o'zim yaxshimisiz? Bo'ladi, zo'r. Nima gap? Usta bilmaysizmi mashina tuzatadigan? Yo'q, to'g'risini aytsam, hech qanaqa usta bilmayman. Siz nimaga seni she deb gapirasiz? Endi to'g'risini aytsam, o'rganib qolganda yoshligimdan menga shunaqa qilib o'rgatishgan. Tushunali. Men u xat sizga berib qo'yishimda aytgan pochtachisiz Olmasbekmisiz? Shu qishlog'imizda Olmasbeklar yomon ko'payib ketganda, bori men ham yoshligimda Olmasbek bo'lganman. Shu nima degani o'zi? Endi olmos degani, bilasan, qimmat narsa. Olmosga o'xshab qolsin deb Olmasbek deb ism qo'yishgan. Tushundim. Brat, siz rostdan ham usta bilmaysizmi? Usta so'rash kelganmiding o'zi? Boyatdan beri sizga men nima deyotibman, o'zbek tilida gapiryotibman shekilli. Ustami, haligi sen jinni bo'lib qolganmisan, o'zingni do'sting bor-ku, Estromik. O'sha usta-ku. Ustami? Bo'pti. Usta bo'lsa hozir Estromikka aytaman. Nomer nechi edi? O'chirilgan, esimiz yozib qo'yay, mayli. Qayerda ekan Estromik? Uyda bo'lsa kerak. Uyi qaysi edi? Uyini ham bilmay qoldim. Bor Estro deganda Estromikni uyini topishimiz kerak endi akalar. Estromik ham qayerlardir galdirab yurgan bo'lsa kerak. O Jetel, menga qara, sen yomon ko'chada va turaverasan-da. O'tirishni bilmagandan keyin turaman-da. Nimaga o'tirishni bilmaysan? Aytadi-yu, ana kinoda men tuzlanganman deb. Kim tuzlab ketdi? Bilmadim, kimdir burchoqligidan tuzib ketgan. Ehtiyot bo'lish kerak edi, brat, bilmasmikan mashina tuzashdi. Axrana bo'lgandan keyin qo'riqlashni biladi faqat. Shu janob merdan so'radimmikan yo so'ramadimmi? Eshigimda, menga qara, sen nima qilyapsan? Haligi aeroportga qayerdan boradi? Sen jinni bo'lganmisan? Bizning qishloqda aeroport yo'q-ku. Men poyezdda uchmoqchi edim-da. Poyezd uchmaydi, garang bo'lib qolganmisan sen? Qassob aka, menga bitta go'sht berib yuboring. Go'sht donalab sotilmaydi, kilo sotiladi-ku. Ana uzumni narxi necha so'mdan bo'lyapti ekan? Uzum yo'q, sen jinni bo'lib qolganmisan? Menimcha uyqu suryapti, uxlab yuribdi, xurrak yotib. Hozir
belkurayni ovolaydi, ana yoqda bitta yama qazib turib, keyin Estromikni chaqiraman, u yamani ostiga kirib turib, hojiylar hali ham yuribdi. Brat, Toshkentga nech pul ekan? O garang bo'lib qolganmisiz? Meni mashinam o'zi buzilyapti. Qanday boraman Toshkentga? O jinni bo'lib qolgan rostdan ham. O ket, uyni ustiga chiqib ketyaptimi? O dabba tushib ketsang yiqilasan. Men tushib ketmasdan yiqilishni xohlayman. O unaqa bo'lish uchun sen basharang bilan yerga yopishib qolishing kerak. Bo'pti, bo'lmasa men basharam bilan yerga, osmonga yopishib kelay, undan ko'ra mazza qilib uchib yuraman deganda. O jinni bo'lib qolganmi? Uyqusirab yuribdimi? Kechasi uxlamasdan. O menga qara, sen nima qilyapsan? O kelib qolinglar, mana yerlar bor, yerlar sotyapmiz, optimga berib yuboraman arzon narxda. O qushlarni qara go'zalligini, vo meni uchib kelib ketdi boru. O tochina bu tentay bo'lib qolgan o menga qara, sen Toming joyidami? O tomga chiqib ketyapman, qarochi. Tom joyidami yo'q tekshirib kelaman. Yo'q, Tom uchib ketibdi. Voh, shamol bo'lganda kecha yomon sovqatib ketyapman. yo'q, vosh kasal bo'lib ketgan. Shifokorga ko'rinsa bo'lmaydimi? Tez yordamga aytaymi ekan, borib buni nimadir qilib yormasa bo'lmaydi. Yo'q, shifoxonaga aytmayman ekan. Assalomu alaykum, brat, yaxshimisiz? Doktor xonasidami? Ha, xonasidalar. Men qarang, ana yoqda bittasi o'zicha uyqusirab yuribdi. Uyqusirab nima bo'lgan? Nima deyirlardi? Qarochi alg'aqsirab yuribdi. Nimadir qilish kerak. Bilmayman, o'zi kelsin. O'zi qanday dabbabi? Mayli bu nima politsiyachiga aytay, undan ko'ra balki politsiyachi bilar. Politsiyachiga aytmayman. U tushib ketdi, dabdal bo'lib ketadi. Assalomu alaykum, brat. Va alaykum assalom, ke jo'xa. Ana qarang, u tentay bo'lib qolgan, o'zini tashlab yubormoqchi bo'lyapti. Jinni bo'lsa, o'zini qayoqqa tashlaydi? Mana u nima edi? Menga qarang, u o'zini tashlab yuborsa dabdalasi chiqadi, uyqusirab yuribdi. Ha, alg'ashlayaptimi? Ha, shunaqa. Ha, unda doktorga ayt. Doktorga aytgandim, bo'sh narsa demadik-ku. Voy, menga qara, to'sh pastga, sen hali yashashing kerak, tupoy bo'lib qolganmisan sen? Men qarang, poyezd qayerdan jo'naydi? Voy, tupoy. Nima deb so'ksam ekan? So'kib ham bo'lmaydi-da, bu yaramasdi. Nima qilyapsan, voy? Kelib qolinglar, barat, kelib qolinglar, hech narsa yo'q. Bu sen, men qara, sen o'zingni qayerda yuribman deb o'ylayapsan? Vau, ajabo. Va ko'lni go'zalligini qaranglar, ko'l bor ekan, cho'mlaymi ekan? U ko'l qani, bu oddiy polozli suv-ku. Lift maskan shu vaqtda iltimos kamarlarni taqib oling. U liftda kamar bo'ladimi? Garang, men qara, uying qayerda seni? Biz ko'chada o'sgan bo'rilarmiz. Bizda o'yin bo'lmaydi. Biz ajdarhomiz. Yo'q, men uchaman. Mazza-yu cho'milish. Men dengizda suzayapman. Dengizda port qurib beringlar. Yo'q, men kemada uchmoqchiman. Kema yur. Voy, kema yurmas ekan. Voh, uni hidi go'zal-ku. Qayerdan oldingiz, Jo'xa aka? Tanidingmi meni? Kallang joyiga nima deyapti bu? Garang bo'lib qolganmi akalar? Tushunmadim. Shunaqa endi yetanglar ham borda. Mayli, Estro tezroq kelganga aytdim, mashinamni tuzatib berganingiz zo'r bo'lardi. Obbo, qachon sozlayman mana bu yerda. Yama qilib olayin, Estroni chaqiraman, keyin kelib sira sozlab tashlaydi boru. Xo'p, mana qancha kutaman endi, qachon kelar ekan? Yo, SMS-imni ko'rmadim ekan. Mosh ko'rmagan bo'lishi ham mumkin. Mashinani hozir itarib haydab qo'yaymi ekan? O'zi yurmaydi-da, salgina nima desam ekan? Uzoq masofaga yurmaydi, qisqa masofaga unaqa itarib chiqazib qo'ysam bo'ladi. Mana aka, xalostoq chiqazib qo'ydim. Menimcha chotki bo'ldi. Shunday tagiga kiradi, u yoq bu yog'iga nimadirlarni tiqadimi, nimadir qiladi. Qarochi men kluch bilan. O, Estro keldingmi? Politsiya. Yo'q, yaxshimisan? Ha, rahmat, o'zim yaxshimisiz? Estromikni ko'rmadingmi? Yo'q, brat, ko'rmadim. Ha, ketdimi, bo'ldimi? Nima bo'lganda ham politsiyadan uzoqroq yurgan yaxshi-da endi. Jo'xa har xil holatga qarshi endi ko'chada yurgan odam bo'lsa, ko'chada yurma, uyda o'tir. Ha, endi biz uylanmaganmiz-da, endi ko'chani bolasi bo'lsak, xo'sh mayli. Bo'ldi, mavzuda o'zgartirgin. Mana bu mashinani ko'rish kerak. Yurg'izchi yuryapti-kanu, nimasini ko'rib beraman. Balonlarni ko'rib ber. Ha, balonlarnimi? Aytmaysanmi? Tagiga tushib yotibman mashina. Shunday qilamiz, bunday qilamiz. Yaxshi. Xullas, Jo'xa, mashina sozlatyapsanmi? Ha, ko'rmisan, sozlatyapman. Bo'pti. Menga qara, Jo'xa. O'zi ketib boraman, xafa bo'lib. Xo'p, qara. Xullas, mashinani chap tomonidagi orqa balonini sug'urib olib, qaytadan joylab, yaxshilab mahkamlab qo'yasan, bo'pti, paka. Tushunmadim. Nima sirrochni ketib qoldi bu? Menim shu politsiya bilan qanaydir problemachasi bor-da. Orqa tomondagi, chap tomondagi balonni yig'ishtirib olib turib, qaytarib o'rnatib qo'ydingmi? Bu, mana bu joy qiyshayib qo'ygan ekan. Ana endi buni boltini qotirib qo'yish kerak. Bo'ldi. O'ng tomonga burasam qotadi. Endi mana bu yer bloklar bu yerdan yoqib yuborish kerak-da. Keyin esa tekislab olib, mashinani garajga borib tekislab qo'yib, xullas hammasini tekis qilib yuborish kerak. Keyin esa o'zi kech tushyapti, xotin bilan gaplashib, bola chaqaga qarab, deganday ro'zg'orga qarab, shunaqa o'tirish kerak. Estronim uylantirib yuborish kerak. Bo'ri ko'chadan yig'ilmaydi.
olmaydi. Keyin uylangandan keyin xotini uyda o'tiradi, boqib, xotinni bu boqadi, lekin bir-birini boqadi-da xullas. Keyin ko'chaga qo'ymaydi xotini, keyin men yolg'iz qolib ketaman. Bo'lmaydi, bo'lmaydi. Yaxshisi uylantirmayman hali beri. Ya'ni o'zi uylanmaydi. Men uni nimaga uylantiraman? O'zi uylanish kerak-ku axir. Mashinam g'alati rangda borib, binafsha rangda qiz bolalardir. Xotinim uchun olganman-ku, ya'ni xotinimni aylantirish uchun xotinimni xuddi shofyorga o'xshab qo'yganman. Mashinani bo'ldi, shu yerga parkovka qilib qo'yay. Qayoqqa ham parkovka qilishim mumkin? Uyimda ikkinchi qavatga chiqazib parkovka qilmasam kerak. Kanishni shu yerga parkovka qilaman-da. Hop, buni yopib qo'yaman garajni. Menimcha chotki, endi esa dam olish kerak. Borki uyga chiqib turman, narsalar kerak yo'q. Mana shu Olmasbekda daftari bor, menda hali ham yotibdi, egasi yo'q narsa ekanda o'zi ham. Olmasbek degan hammasi bir-birini Olmasbekman deydi, lekin birortasi ham olmaydi bu narsani. Demak, hammasi ham Olmasbek bo'lgani uchun ham olmas ekanda. Ha, jo, haykani, men asabiylashib yuribsiz. Mashina so'z bo'lmadimi? Ha, yo'q, mashina so'z bo'ldi. Hozir bitta daftarni egasi chiqmayapti. Sen qo'lanishib tur, hozir kelaman men. Notebookni o'chirib qo'yaman, bo'ldi. Jo, haka, bo'ldi-da, endi notebookingizni o'chirib qo'ying, uxlaylik endi, zerikib ketdim. Ha, mayli, uxlasak uxlaymiz. Mana qovutlarimiz keldi. Kelib qolinglar, olib qolinglar. Toshkentga jo'naymiz. 5 kishi kerak. 5 ta joy bor. Asal qozim mana. Shakar qozim mana. Novat qizim mana. Qizim mana. O'g'lim qara meni. Tuyacha, ko'rpa. Uchargilam. Men qoshlarni yeyman. Qoshlarim qara meni. Birga boqar, it boqar bo'lib yotibsan-ku. Menga qara, sen Toshkentga ketmadingmi? Toshkentda pul ko'p bilasanmi? Menga qara, sen nima deb alg'aqsirab yuribsan? Rossiyada urush bo'lyapti. Urushga qatnashadiganlar diqqatiga, qurollaringizni shaylanglar. O'qot, bu traktorni uchiramiz. Let's go, qanotlarni yoyamiz. Mana uchmayapmiz-ku. Uchar qushcha qanisan. Nima bo'lib ketdi? Dentay bo'lib qo'y. Menga qarang, janob politsiyachi, ana o'sha uyqusirab yurgan jetal tinchimda bo'zyapti. Nimadir qiling. Nima qilyapti? Uyimga kirib kelib tarvuz qovun sotaman deydi. Tarvuz qovun sotsa olgin-da. Bu ham bor, asabni buzadi nagli. Qayoqqa ketdi yaramas? Menimcha oyparast degan kasal bor, o'shanga yo'liqqanmi deymanda, qayoqqa yo'q bo'lib ketdi ekan. Tezroq topib turib nimadir qilib yuborish kerak, menimcha uni qamab qo'yish kerak, biror joyga uxlatish kerak. Uxlamay ko'chada kunduz kuni yurgan holatda uxlayapti. Uni yotqizib uxlatish kerak. Qayqa bitta mush bilan uxlatib qo'yardim-u. Qayoqqa yo'q bo'lib ketdi. Bu mana yoqda oynasini ham sindirib tashladi, bor, rasvo qildi hamma yo'qda. Eng muhimi, bolalarimni kelib uyg'otib ketyapti. Xotin, bolalarimiz uyg'onmadimi? Yo'q, uyg'ongani yo'q. Bu jitilga nima bo'lgan? Uchib yuribdimi o'zicha bu? Bu turgan joyda uxlab yuribdi. Hozir bunga nimadir chora ko'rmasam dabdala bo'ladi. Nima qilsam ekan, hozir doktorga bordim. Doktorlar biz bilmaymiz dedi. Shifokor bilan doktor bitta-ku. Politsiyaga bordim, biz bilmaymiz dedi. Janob merga borsam, indamay uxlayversin dedi. Uxlasin, bizga tinchligimizga ortiqcha muammo qilmasdan uxlayversin desam, tushunmaydi. Xullas xotin hozir borib o'zim nimadir chora ko'rib kelmasam bo'lmaydi. Uni uyini topib turib uyiga uxlatmasam, ko'chada yurgan joyda bir balo bo'lib ketadi. Yo, o'ziga hech narsa bo'lmaydi. U o'zini avaylab yur. Men qara qoch yo'lda turma, qanani uyqusirab yurgan jetel. Yuribdi-ku, uxlab ko'rmadingmi? Ko'rmayapman, qani qayoqqa ketdi? O'rmonga chiqib ketdimi? Uy ustiga chiqib oldimi? U yurgan joyini o'zi topib, o'zini o'zi yo'qotib qo'ygan menimcha o jetel. Bo'pti, topilib qolar. Uyimizga kelsa, hatto uyimizga bo'lsa ham uxlatib qo'yaman. Qayoqqa ketdi ekan?